Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bo'lgan suri kravatlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlari mumkin. Sizlarga batafsil va chiroyli ko'rsatib olib o'tib ketaman. Ishimizga baho beraverasizlar. Ma'qul kelgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar va orqasidan obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana ishimiz orqa ko'rinishi, orqa taraflari. Oyoqlari qayroqochdan bo'lgan. Qolgan yerlar sasnadan bo'lgan. Bo'lmalarigacha mana ko'rib turibsizlar, gulli bo'lgan. Oldi ko'rinishlari va to'ri ko'rinishlari. Sizlar bilan endi so'rimizni tanishtiradigan bo'lsam, oyoqlariga keladigan bo'lsak, qayroqochdan bo'lgan qattiq materiallardan, ya'ni chinor, qayrog'och, yong'oqlardan bo'ladi. Qolgan yeri sasnadan bo'ladi. Sasnadan. Endi razmerlarga keladigan bo'lsak 2,5 ga 3. 2,5 ga 3. Lagalarini ham shu baquvvatidan qo'yilgan. Material behijolat, quruq, ishchi sifati baquvvatligi ishonarli. Ranglarini ham ko'rib turibsizlar. O'ta chiroyli, bir xilda qilib sepilgan, oqmagan, netmagan. Ranglari ham firmaniki, issiqqa, yong'inga, boshqaga behijolat. Ishlar quruq. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi, adashmang. Biz birinchi qo'l. Birinchi qo'l deganimki, o'zim ustaman, o'zim tayyorlayman. Shu o'zimning uyim. Shu o'zimning uyim, mana materiallar. Bu yoqda ishxonam, mana ishxonam. Shunaqa azizlar. Savollar bo'lsa kommentariyada yozishlari mumkin. Savollarga to'liq javob berib o'tamiz. Nima deydi? Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Hammasi uchun kattakon rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha, Lochinuzda ko'rishamiz.